Behruz, Ye? abitga tarvuz oldim. Muzdek qilib yeymiz. Kanaliga tashlab kelaymi? Ya men kecha tashladim. Nima bo'ldi? Oqib ketdi. Yo'qsan latdan ho'llab chiqaymi, ustiga o'rab qo'yamiz. Jinnimizdan keyin latta hidi kelib qoladi. Nima qilsak bo'ladi? Tiran suvga oqizib qo'yamizmi? Yo'q, suv isrof qilamiz. Barakalla. Men san sinamoqchi edim, balli. Nima qilamiz? Muzdek qilaylik. Ani chorvoq suvga tashlab qo'yamizmi? Ham ilib qo'yganda suvi. Muzdek suv topib beraymi senga? Ha. Yur, men zo'r joyga boraman. Yur. Assalomu alaykum. Apex Travel'ga xush kelibsizlar. Bizning firmamiz orqali xohlagan davlatingizga borishingiz mumkin. Sizlarga qaysi davlatga qilib bering? Farqi, pul ko'p. Aytavering, qanaqa variantlaringiz bor? Turkiyaga borasizlarmi? Bo'lan Turkiya? Ya, u Turkiya chuqur bolalar yo'q, tarvuzimizni olib qo'yadi. Bo'lmasa Dubayga boraylik. Dubay issiqda paliga yo'lib qoladi. Boshqa mayli dengiz muzliroq joylar bormi? Dengizga tarvuz solib qo'yib, muzlatib, keyin so'yib yeydigan joylar bormi? Antarktidaga bo'ladimi? Tarvuzimiz sovutaladimi u yerda? Juda ham sovuq. O'sha yerga qilaymiz, aynan biz borib joy ekanda. Aka, bitta tarvuz uchun shuncha joyga borasizlarmi? O'zimizda ham sovutsangiz bo'ladi-ku shuni. Endi u yog'iga aralashmay qo'ysangiz-chi. Bilmayaptimi? Ana bola bor. O'shancha joyga bitta tarvuzchi ketyapti o'yladingiz-a? Bizda quvonam bor.